Hayot in'om, hayot saboq, hayot imkon. Albatta bugun buni yaxshi bilganlar umrini eng yaxshi sifatlar bilan bezashga harakat qilmoqda. Ishonamiz azizlar, siz ham shundaylar safidasiz. Assalomu alaykum. E'tiboringizda ayni Navoiy viloyati teleradio kanalining ortda qolgan odimlar ko'rsatuvi. Va biz bugungi ko'rsatuvimizni aynan Navoiy shahridagi Farhod madaniyat saroyi oldidan boshlayapmiz. Nega desangiz, bugun ko'rsatuvimiz uchun tanlagan qahramonimiz aynan mana shu madaniyat saroyida uzoq yillardan buyon samarali faoliyat yuritib kelmoqda. Alisher Abdumurodov. Bugun u kishini viloyatimiz ahli juda yaxshi taniydi. San'atda o'z o'rnini topgan fidoyi ustoz deya e'tirof etishadi. Chunki qariyb 40 yillik umrini aynan shu sohani rivojlantirish, yoshlarni san'atga oshno etish, milliy o'zbek urf-odatlari, qadriyatlarini dunyoga tanitish yo'lida o'tdi. Alisher Nurmamadovich, bu maskan ko'plab san'at ahliga beshik bo'lgan. Albatta, sizni faoliyatingiz umuman mana shu siz haqingizda ko'rsatuv tayyorlash maqsadida siz haqidagi ma'lumotlarni o'rgangan vaqtimda bu yerdagi faoliyatga qariyb 30 yil bo'libdi. Bu oz muddat emas, albatta. 30 yil bitta tashkilotda, bitta jamoada ishlash albatta o'ziga xos bir mas'uliyat, o'ziga xos sharaf, shunday emasmi? Albatta. Juda mamnun bo'lib aytamanki, shu san'atga fidoyi bo'lib bu yerda ishlash, shu yillar o'tib ketyapti, yoshligimizdan o'tib ketyapti. Mana shu yillar davomida mana shu saroyda bizning hayotimiz, ijodimiz, umrimiz shu yerda o'tdi. Men bundan faxrlanaman. Albatta, keling, endi biz ortda qolgan odamlarda ko'rsatuvimizning nomi shundan kelib chiqadigan bo'lsak, ilk ish boshlagan fursatlaringizni bir yodga olsak, bu yillar qanday o'tdi endi? Shiddatlimi, mashaqqatlimi, qanday xushko'xlimi endi? To'g'ri aytasiz. Har kimni hayoti, ijodi har xil boshlanadi. Mana yo'limizni ko'rib turibsiz, shu yo'ldan ko'p o'tardim. Shu yerdan o'tganda shu tomonga qarab, shu yerda ishlashim kerakda. She'r juda bir shinam, ijodga juda bir keraklik maskan degan ma'noda qarab orzu qilib o'tar edim. Bu endi 96-yilda edi. Keyin taqdir taqozosi bilan mana shu shahrimizda bir qanaqadir konsert bo'lib qoldi, bir festival bo'lib qoldi. Meni ansamblim taklif qilindi. Shu borganimda Farhod madaniyat saroyidan ham ijodkorlar borgan, viloyatimizdan kelgan, biz ham chiqish qildik. O'sha chiqish qilganimizda bizni bu yerga taklif qilgan Rustam aka ustozimiz bizani ko'rib qoldida, ansamblimizning ijodidan bahramand bo'lib, bolalar juda menga yoqdilar. Shu bir taklifim bor, shu Farhod madaniyat saroyida ishlayman. Agar xohlasanglar, men sizlarni shu rahbarimiz bilan tanishtirsam, bir sizlarga ko'rsatsam, ijodlaring menga yoqdi deb maslahat berib qoldi. Bu yerda 1-2 kun o'tgandan keyin konsert bo'ldi. O'shanda biz ansamblimiz bilan o'zimizni yaxshi qo'shiqlarimizni namoyish qilganimizda rahbarga juda yoqib tushdi-da, bolalar endi bizda ishlaysizlar degan taklifni kiritdi ular. Shundan 96-yil kelgan bo'lsam, 1 yil hech qanday oyliksiz mana shu o'zimizni shu yoshmiz, qiziqqonmiz bolalar bilan 1 yil mana shu yerda o'zimizni ijodimiz bilan shug'ullanib, birga o'rganib, o'zimizni xizmatlarimizni ko'rsatib, yaxshi kunlarda, bayramlarda xizmat qilib yurdik. Shundan keyin 97-yilga meni ishga olishdi shu yerga. Butun ansamblim bilan birga olindi. Demak,
yerda jamoa bo'lib ishga kirgansiz va shundan buyon ijod davom etyapti. Bu yerda endi biz bilishimizcha hozir Sardoba folklor etnografik ansamblida faoliyatingiz davom etyapti-da. Ungacha bo'lgan davrda ijod qanday bo'lgan? Mana shu milliy yo'nalishdami yoki estrada yo'nalishdami? Biza birinchi milliy estrada yo'nalishida ijod qilganmiz. Bizni guruhimizning nomi Xatirchi deb nomlangan edi. Shu yillar o'tar bizga shunday taklif bo'ldiki rahbarimizdan bir original nom tanlash. Shu milliy estradaga xos bo'lgan, o'zbekchilikka xos bo'lgan bitta nom tanlaylar dedi. Keyin biz ko'pchilik bilan kelishib, izlanib Karvon degan guruh tuzganman dedi. Nomini Karvon deb nomlaganmiz. Bu ansamblimiz xalq ansambli darajasigacha chiqqan. 15 yillar atrofida ijod qilingan bunda. Karvon ansambli bilan biz dunyoni kezdik desam adashmayman. Viloyatimizda, respublikamizda bo'ladigan barcha konsertlarda, konkurslarda ishtirok etib, oliy o'rinlarni olganmiz. Mustaqillik maydonlarida chiqishlar qilganmiz. Keyin shu yillar o'tib 2007-yilga kelganda folklor ansambli tuzish degan fikr tug'ildi. Madaniyat saroyimiz rahbari tomonidan. Keyin shu Sardoba ansamblini tuzish uchun 1 yil izlanib, shu folklor yo'nalishlarini o'rganganman. Buni tuzishda bizga yordam bergan bir qancha insonlar bor. Bulardan Mamatqul Jo'rayev, professor, O'tkir aka Tohirov, Olim Qayumov, hozir u kishi ham professor, doktor bo'lganlar. Shularning o'gitlari bilan biz Sardoba ansamblini tuzib chiqqanmiz. O'sha yili Samarqandda katta bir xalqaro miqyosida ko'rik-tanlov bo'lib o'tdi. Samarqandga ta'zim deb nomlangan. Biz bu ko'rik-tanlovga mana shu Karmanada lachak bandon marosimi bor ekanda. Mana bu kelinlarimiz bolali bo'lgandan keyin lachak kiydirishlar, beshikka solish marosimlari, shulardan tuzib bir namoyish qildik yerda. Ularga juda ham yoqib tushdi. Tomoshabinlar hattoki bilasizmi 10 minglar odam olqishlar bilan kutib oldi. Oliy o'rin sohibi Navoiy viloyati Sardoba ansambli deganda osmonlarga uchib tushganman-da. Bu hammaga ham O'zbekistonda o'zbek san'atini bilan oliy o'rinlar olish juda qiyin bo'ladi. San'atkorlar ko'p. Ulardan o'tib olish juda haddan tashqari qiyin bo'ladi. Keling Alisher aka, hozir mana Sardobaning yutuqlari haqida gapiryapsiz. Albatta o'sha teletomoshabinlar uchun ham juda qiziq. Mana shu ansamblni bir faoliyatini ham bugun bir kuzatsak. Alisher aka, umuman mana shu Sardoba ansamblida bugun faqat yosh ulug'larmi yoki yoshlar ham jalb etilganmi jarayonlarga? Albatta yoshlar ham bor. 3 kun yosh kattalar bilan shug'ullanadigan bo'lsam, dushanba, chorshanba, juma kunlari haftada 2 marta yoshlar bilan ham shug'ullanaman. Sardoba qaldirg'ochlari degan ansamblimiz ham bor, yoshlar ansambli, folklor ansambli. Albatta, juda ham yaxshi. Mana bu yoqqa qarayapman va e'tiborimni aynan mana shu yerdagi e'tiroflar tortyapti-da. Boya suhbatimizda 2007-yilda ish boshlaganmiz degandingiz va uni hisoblasak 18 yil bo'ladi va 18 yil fursatda mana shu yerda namoyon e'tiroflarda umuman siz boshchilik qilayotgan jamoaning ham hissasi bo'lsa kerak. Qanday endi bu yerda e'tiroflar qo'yilgan? Albatta. Rahmat oz mana bu yerda qarang, biz yilning respublikamizda yilning eng yaxshi folklor jamoasi degan nomni olgan diplomimiz mana turibdi. Bu juda qiyin, buni olish, hamma ansamblar ham buni ola olmaydi. Shunday bizga nasib bo'lgan. Yana bu yerda Samarqandga borganimizdagi oliy o'rin mana diplomi, mana ikki mana Bolgariya bor. Demak, o'sha xorij davlatlarida ham bo'lib olingan e'tiroflar ham bu yerda aks etgan. Albatta. Bu yerda diplomlar juda ko'p, buni hozir bularni ichidan topish juda qiyin. Albatta, bunday e'tiroflar ko'p bo'lsin va suhbatimizni o'sha jamoadagi bir qizg'in jarayonlar bilan davom ettiramiz. Bilasizmi Farog'at? Bu yerga kirganimiz sababi bilasiz folklor yo'nalishini o'zini kiyimlari bor.
Bu urf odatlarimiz, kiyimlarimiz bilan ajralib turadi. Bu bizning ijodxonamiz bo'ladi. Hozir repetitsiya qilishdan oldin kiyimlarimni kiymasam o'xshamaydi. O'sha ruhni bermaydi. Shuning uchun kiyimlarimni kiyib oldim. Demak, bu yer o'sha grim qiladigan, asosiy liboslar saqlanadigan shu ijodkorlarni bir o'ziga xos xonasi. Xonasi shunday. Kalabishlarimizni, milliy kalabishlarimizni kiyib olamizda hozir opaxonlar, onaxonlar bilan sizlarga ijodimizdan bahramand qilamiz degan umiddaman. Demakki, o'sha bo'ladigan asosiy jarayonni, ruhini bizga ham baxsh etasiz. Albatta ko'ryapman, bu jarayonga tayyorlangan liboslar ham o'ziga xos, juda ham o'ziga xos yondashilgan bezaklari, chizgilari milliy, juda ham chiroyli, haqiqatdan ajoyib. Ijodkoriga ham tasanno deyish mumkin. Bugun endi demak bunday liboslar ko'p bo'lsa kerak grimxonada. Albatta ko'p Buxoro yo'nalishida qilingan borki, mana shu Karmana yo'nalishida tikilgan ko'ylaklarimiz bor. Buni eskizlarini, dizaynlarini o'zimiz chizdiramiz va shunga mos xos qilib turib mana shu Karmana urf odatlariga ko'ra shunga xoslab tikiladi. 2-3 xil kiyimlarimiz bor. Bu kiyimlarimizni mana shu biz ko'rsatadigan tomoshadan ochib berishida katta rol o'ynaydi. Endi ijozat bersanglar boshlaymiz. Qani ketdik bo'lmasa. Mana eshityapsizmi? Repetitsiya jarayonlari ketyapti. Qani bir kirib eshitib ko'raylikchi, onaxonlarimiz nima qilishyapti ekan. Avjida. Demak, hozir kirganimizdan o'zimizning milliy folklorlarni zavqiga, shukuhiga g'arq bo'lamiz. Ketdik. Hozir bu yerda biz yangi nomer ustida ish olib boryapmiz. Biz o'zimizning eski qo'shiqlarimizdan Asra Qizilgulingni deb nomlangan nomer tayyorlaganmiz. Bunda barcha yaxshi qo'shiqlar, sho'xshan qo'shiqlar jam bo'lingan, papuri tayyorlangan. Shuni yana mustahkamlab ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Albatta ko'ryapmiz, yoshi ulug'lar o'ziga xos shijoat bilan bu yerda raqs tushyapti, qo'shiq kuylashyapti. Endi mana ko'ramizda har biri o'ziga xos zavq va oshnolikdan juda ham yuzlari nurli, chiroyli-da. Albatta qarang bularning go'zalligini, bular talant, hammasi noyob talantlar yig'ilgan. Hammasiga sog'lik salomatlik tilab qolaman. Endi bunday keksalarimiz nechta endi? Safi kengmi? 30 nafar qatnashchilarimiz bor. Demak, hammasini shijoati zo'r, bayramlarda o'sha bir shukuhini oshirishga harakat qilishadi. Demak, kuzatamiz. Kuch-quvvat tilaymiz ularga doim. Qani, boshladik, qani bo'lmasam turib olamiz. Guvohi bo'lganimizdek, bizni turli bayram-u sayillarda xushnud etadigan milliy chiqishlar aynan shunday jarayonlarda tayyorlanib, keyin namoyish etiladi. Buning uchun jamoaning salohiyati yetarli va barchasi san'atga bo'lgan cheksiz mehri bois ulug'lik yoshida ham shijoat bilan ishlab hamon izlanmoqda. Bu yo'lda albatta ularga Alisher Abdumurodov yo'lboshchi. Cho'qir bir o'yin qilaylik. Ey sardobachilar, qani keling. Asra qizil gulingni, saqla qizil gulingni, bahosiga yetmasalar sotma qizil gulingni. Asra qizil gulingni, saqla qizil gulingni, bahosiga yetmasalar sotma qizil gulingni. Gullar ichra gulingman, misli guldek jamolim. Kuydirmagin niyorima, o'zi kuygan bu jonim. Gul ichida gul bo'lsang, bulbulingman buloyin. Agar sen bulbul bo'lsang, bog'da guling buloyin. Asra qizil gulingni, saqla qizil gulingni. Bizning ansamblimiz rahbari Alisherjon bo'lib, biz har doim an'analarimiz, o'zimizning milliy odatlarimiz yoshlarga qoldirish uchun harakat qilib yuribmiz. Biz ko'p yerlarga borib kelganmiz. Toshkentlarga borib konsertlar qo'yardik. Mana chet ellarga chiqdik, Bolgariyalarga borildi, Fransiyalarga borildi. O'zimizni Sardoba ansamblimizda hamma joylarga tashrifat qilib harakat qilib yuribmiz. Ba'zida har xil voqealar bo'ladi. Bittamiz sochimiz tushib qolgan bo'ladi, bittamiz kavushimiz uchib ketgan bo'ladi. Yo ba'zida sariq qoqilib ketgan paytlarimiz bo'ladi. Har xil voqealar bo'ladi. Men o'zim mana shu 2007-yildan beri shu ansambl tashkil qilgan bo'lsa, shundan beri qatnashib kelyapmiz. Shundan buyon mana Alisherjon bizga har xil yangi qo'shiqlar olib keladi. Bizlar shu har safar harakat qilamizki, bir yangilik yaratishga. Qo'shiqlarimiz bor, laparlarimiz bor.
duetlarimiz bor har xil. Shularni mana har yil biz hisobot konsertini beramiz. Har yil hisobot konsertida yangiliklar bilan chiqishga harakat qilamiz. Men o'zim mana shu ansamblga qatnashgandan beri yoshim hozir 90da. 90 dan ketib boryapman nasibsa. Shu yoshlarga ibrat bo'lish uchun harakat qilamizki, shu iloji boricha shu yangiliklar olib chiqib, xalqqa o'zimizning an'analarimizni yetkazishga harakat qilyapmiz. Alisherjon iloji boricha shu bizlarni jiplashtirib yurishga, bizlarni bilan inoq bo'lishga, bizlar bilan birga yurishga harakat qiladi. Shu kishi bor ekanki, bizlar mana yayrab hamma joyga chiqib yuribmiz. Uchur aylonaman doda, uchirmasang yo'q qayda, uchur aylonaman doda, uchirmasang yo'q qayda, uchur. Tog'dagi erkin kiyik doda, men necha zanjir solay, uchur. Tog'dagi erkin kiyik doda, men necha zanjir solay, uchur. Sen birov yorsan doda, men necha ko'ngil qo'yay. San'atning o'ziga xos sehri bo'lakcha. Bu jamoadagilarni ana shu sehr musiqa va milliy san'atimizga bo'lgan cheksiz muhabbat birlashtiradi. Shu bois yana ularning o'zlari e'tirof etganidek, yutuqlari soni kundan kunga oshib bormoqda. Mana bu folklor ansambliga kelganimga 18 yil bo'ldi. Men boshdan mana shu san'atga, qo'shiqqa, lapar artistlarga juda ham qiziqardim-da. 2007-yil bu yerda folklor ansambli ochildi. Keyin kelsam bir u payt Alisher Abdumurod ukamiz yoshroq edi. Shuni lisensiyadan chiqib ketayotgan ekanlar, men so'radim. Shunaqa ochilyapti ekan dedim. Keyin shuni hurmat yuzasidan opajon 11-yanvarda keling. Hamma kelib boshlaydi. Hozir bitta kelib boshlagan dedilar-da. Hay dedimda qaytib ketdim. Keyin mana keldim. Mana 18 yil bo'ldi, yana aytaman qancha laparlarni bir yakka aytganlarimizdan tashqari bir 80 ta 90 ta laparlarimiz bor-da. Shu kishi o'rgatgan. Mana muzikantlarimiz bor, mana baltmistlarimiz bor. Biz shu umumiy ansamblimizni mehnati, mana shu Alisher Abdumurod ukamizning mehnatlari bilan biz ko'p joylarda bo'ldik. O'zbekistonning shaharlarida konsertlar berdik. Zomin, Fransiya, Bolgariyalarda bo'ldik. O'sha jamoamizda men ana shunday aziz insonlar qatorida kirib chiqib yurganimdan xursandman. Mana shu o'zimning kuch-quvvatim bor ekan, mana shu jamoam bilan mana shu folklorimizni yana ham bir yuzalarga olib chiqishga o'z hissamni qo'shaman-da. Qoshingni qarosiga, Layli jonim layli, hol bo'lay orosiga, layli jonim layli, asror rahming kelmaydi, layli jonim layli, birovning bolasiga, layli jonim layli. San'atga oshufta jarayonlar doim shunday shukuhli kechadi. Har bir ishtirokchi o'z imkoniyatini ishga solishga va yutuqlarga erishishga intilayotgani bois ham madaniyat saroyida ularni boshqacha e'zozlashadi. Ulug'larimiz deya doim qo'llab-quvvatlashga harakat qilishadi. Alisher Abdumurodovni qariyb 20 yildan ziyod bo'lib qoldi. Biz aka-uka xodim sifatida bilganimizga bular o'sha karvon guruhi vaqtida shanba bozor kunlarida Farhod madaniyat saroyining oldida juda katta auditoriyani yig'ib, juda katta konsertlar berardilar. Ana undan so'ng sekin-sekin haliga zamonga moslab milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimizni targ'ib qilish, o'sha milliy urf-odatlarimiz yo'qolib ketmasligi uchun yoshlarga o'shani o'rnak qilib ko'rsatish, Qoralicha tomoshabinlarga ko'rsatish maqsadida Sardoba folklor etnografik ansamblini tuzdilar. Ansambllarimiz ko'p, to'garaklarimiz ko'p. U yerda umumiy jihatdan 5 yoshdan borinki 17-18 yoshgacha kichkintoylarimiz, bolalarimiz, o'smirlarimiz kelib mana shu yerda havaskor to'garaklarda ishtirok etishadi. Alisher Abdumurodovni biz ko'p aytamizda, siz juda ko'p jahl qilasiz, juda ko'p asabiylashasiz deymiz. Shunda aytadilar-da, Oybek Toshpo'lash keling, bir darsimga bir kiring. Haqiqatan ham darsga kirgan vaqti bilasizmi? Yosh ketavergandan keyin insonda hali eslab qolish qobiliyati qiyin bo'ladi. Bolajonlar zo'r, hammasi eslab qoladi, o'sha qo'yilgan harakatlarni darrov chiqarib berishga harakat qilishadi. Lekin mana shunday yoshi ulug' otaxon, onaxonlarga dars berish, ularga mana shu singdirish, san'atni singdirish bu juda katta mashaqqat. Juda katta mashaqqat, ham rubobni chaladilar bir vaqt o'zida, ham doirada, ham kerak bo'lsa raqs harakatlar elementlarini ham ko'rsatib ketaveradilar. Biz juda ko'p xalqaro tanlovlarga birga borganmiz. Menga eng yoqqani
shu Fransiya mamlakatida 14 ta shahrida biz aynan Sardoba folklor ansambli bilan xizmat safari, gastrol safariga borganimizda 12 ta 14 talab davlatlarning orasida biz chiqqanimizda hammasi o'rnidan turardi. O'sha 2000, 3000, 5000 ga yaqin odam Sagdoba deb qarsak chalardi. Bizda hali ko'z o'ngimizdan ketmaydi. 1 soatgacha o'sha festival tugab ketgan 1 soatgacha Sardobani chiqarmagan fransuz xalqi, o'sha san'atga shinavandalar. Alisher Abdumurodov rubobni chalgan vaqtlarda rubobdan hatto suv oqib ketardi. Shu darajada katta hajmdagi ishlar amalga oshirildi. San'atkorlar orasida Alisher Abdumurodovning juda katta o'rni bor. Chunki qaysi to'y hashamga boramizmi yoki tadbirlarga boramizmi, Alisher ustoz, Alisher akam deb hammalar o'rnidan turib, o'sha eng to'g'ridagi joyda Alisher akamizga berishadi. Farhod madaniyat saroyida o'sha jamoamiz orasida ham bu insonni ta'riflashga til ojiz. Albatta insonga o'z atrofidagilardan yaxshi so'zlarni eshitish, e'tirof o'ziga xos kuch, ilhom beradi. Bugun qahramonimiz shunday yaxshi so'zlar, mehrli insonlar qurshovida yashamoqda. Baxtiga hisoblaydigan nimaiki bo'lsa, u kishiga hamroh. Aslida Alisher Abdumurodov yoshlikdan shunday muhabbatga oshno holda ulg'aydi. Yaqinlari ota-onasidan kuch oldi. Ularning o'gitlari bilan katta hayotga qadam qo'ydi va bugun shu yo'lda tirgak bo'lganlarni doim qadrlashga, hayotining ajralmas qismi deya ular bilan birga bo'lishga, motivatsiya olishga intiladi. Mana so'zim avvalda aytgandek, tug'ilib o'sgan qishlog'imizga keldik, Bog'i Shamol qishlog'iga. Bu yerlarda yoshligim o'tgan, shu yerda tug'ilganmiz, o'sganmiz, maktabda o'qib, to shu darajaga yetgunimizcha yoshligimizda yaxshi kunlari mana shu yerda o'tgan. Albatta inson qayerda bo'lmasin tug'ilib o'sgan qishlog'iga intiladi-da. Mana keldik, haqiqatan yuqorida aytganingizdek so'lim, mana qushlar sayrab turibdi, qishloqda bir ob-havosi, qishloqqa kelasizmi, albatta o'sha bir pasda o'sha bolalik xotiralariga cho'masiz. Mana shu yerlarda xuddi bir 20 yil oldin emas, 30 yil oldin emas, kechagina bundan 1-2 soat oldin yurib o'tgandek bo'lasiz-da. Mana shunday hislar bugun sizga oshno ekanligi shubhasiz. To'g'ri aytasiz. Har kim ham o'zi tug'ilib o'sgan joyiga qayerda bo'lmasin baribir tortadi. Qachonki bu yerga kelmaylikki, shu o'sha damlar esimizga tushadi. Bu ko'chalar juda aziz. Bu ko'chalardan yana yurgingiz keladi. Shu biror joylarga ketganingizda ham shu tezroq kelgingiz keladi, kelib onangizni ko'rgingiz keladi, yaqinlaringizni ko'rgingiz keladi, do'stlaringizni ko'rgingiz keladi. Shunday hislar hozir o'tyapti, to'g'ri aytdingiz. Bu yerda yoshligimiz o'tgan axir. Endi yoshligingizda qanday bola bo'lgansiz endi? Mana ko'pchilik bilan suhbat qilamiz. Sho'x bo'lganman yoki yo'q, juda bosiq, bir vazmin bola bo'lganman deydi. Endi san'atkorlar bolaligida qanday bo'lishadi? Men yoshligimda juda bosiq bola bo'lganman. Shu do'stlarimiz ham bo'lgan, ularga qaraganda aksi bo'lganman. Bosiq, hech kimga ozor bermaydigan, keyin o'zi bilan san'atga qiziqqan odamlarda hech qachon sho'xlik, yomonlik chiqmaydi. Qishloqqa tushgandan mana shu ko'zingiz birinchi bo'lib shu maktabga tushadi. Maktabga tushganda birdan bolaligingizni eslaysiz. Shu maktabdan o'tasiz, uyga borasiz. Bu yerda 10 yil o'qigan bo'lsak, bir qancha ustozlarimiz dars berishgan. Eng katta qiziqishim musiqaga bo'lardi. O'ktam aka domlalarimiz bordilar, rahmatli Rahmonov. Konsertda bo'lib qolsa, ketib qolib, darsga kelmay qolsam, shunday urishardilar, matematikadan dars berardilar. Bir kun qayda yuribsan, shu jim turibman, sandan san'atkor chiqmaydi deb rosa urishganda mana. Olma qudrat san'atga daxldor bo'lib, san'atkor bo'lishga nasib qildiki, san'at ichida yuribmiz. Albatta bizga ham siz o'qigan, ta'lim olgan maktab hayoti, umuman maktab faoliyati juda ham qiziq. Keling, birov o'sha maktabga ham kirib chiqamiz endi. Maktab bolalikdagi do'stlarning inson hayotidagi o'rni bo'lakcha. Ular bilan kishi soatlab o'tirsa ham zerikmaydi. Beg'ubor damlar hayot zavqini oshiradi. Alisher aka, qarangda, mana maktab partasini o'ziga xos bir insonga beradigan bir zavqi,
mana shu xohlaymizmi yo'qmi, hammamiz mana shu partada 10 yil o'tirganmiz, ilm olganmiz, mana shunday xonalarda o'tirib, bir o'qituvchilarning sabog'ini tinglab, katta hayotga tayyor bo'lganimizda, hozir men ham kelib, yana bir bora sizga qo'shilib, aynan mana shu hislarga oshno bo'lyapman. Haqiqatan bir maktab o'ziga xos bir olam. Shunday emasmi? To'g'ri aytasiz. Qarang, bir paytlar she'rda 10 yil o'qiganmiz, o'rganganmiz, bilim olganmiz. Buni bitta sirni sizlarga ochmadim. Bu maktabni menga azizligi, muqaddasligi, bu yerda yoshligimiz o'tgan, unib o'sganmiz. Ijodimni, faoliyatimni, ish faoliyatim birinchi bo'lib ana shu maktabdan boshlangan. 91-yili. 91-yildan to 96-yili Navoiyga ishga ketgunimga qadar mana shu maktabda musiqa fanidan dars bera boshlaganman. Bir qancha shogird ovozi ko'ribliklarni ko'rdim. Yosh bola bo'lgan 4-sinflardan dars berardim-da. Domla yaxshimisiz desa, tanimayman-da, qarang. Katta bo'lib shu yerda dars ham beryapti ekan, qarang. Vaqti o'tganligini. Bundan faxrlanaman. Shu maktabda o'qiganligimdan, ishlaganligimdan. Baribir shu yer sizni keyingi faoliyatlarga albatta bu yer foydavor bo'lib, sizga bir o'ziga xos yo'l ko'rsatgan, tajribangizni oshirganda. Albatta, albatta. Birdan baland joyga borib qolsangiz, birdan chiqa olmaysiz-ku. Pastdan chiqib borgan yaxshi-ku. Bir toqqa ham pastdan, qirdan chiqib borasiz-ku. Aytganingizdek, maktabda o'sha malakamni oshirish uchun bitta maktab bo'lgan shu yerda. Bolalarga dars berishda, masalan, har qaysi o'qituvchini o'zini bir yo'nalishi bo'lishi kerak, ilmi bo'lishi kerak, bilimi bo'lishi kerak, o'sha madaniy saviyasi bo'lishi kerak. O'sha hislatlarni mana shu yerda o'rganib, domlalarni ko'rib, bida yaxshi insonlardan o'rnak olib, malakamni oshirish, maktab o'zimga olish mana shu maktabdan boshlangan. Shuning uchun ushbu dargoh men uchun juda aziz, muqaddas. Biz ham maktab davrida Botir domla dars beraydi musiqadan. Hamma o'g'il bolalar rubob oluvdi. Shundan Alisher mana shu soha bo'yicha ketdi. Masalan, qolganlari boshqa yo'nalish bo'yicha ketdi. Biz shu 18-maktabda 90-yil bitirib keldik. Keyin Alisher bilan birga 18-maktabda ishladik. Alisher musiqadan dars berdi, men fizikadan dars berdim. Mana shuncha yildan bitirganimizga 41 yil bo'ldi. 41 yil endi birga tanishganimizga 51 yil bo'lyapti-da. Shunga qarab, mana hozir ham do'stlarimizni chaqirsa, hozir hammasi kelishi mumkin yerga. Endi hozir biz ikkovimiz ham o'qituvchi, Bahodir ham, men ham. Alisher yaxshi ishlagan, keyin Navoiyga ketdi. Navoiyda ham o'ziga yarasha hurmat ortiqcha bor. Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz? Onajon, yaxshimisiz? Raflaringiz to'kib sochim yayrasin. Ona, Xushidagi o'xshab ko'ngil omadimni hadiya etdi qarang taqdir. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Hammasi borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Aya, siz bilan tanishganimizdan xursandmiz-da. Hozir ko'ryapmiz, mana Alisher aka dunyodagi eng baxtli inson ekanlar. Sizdek onasi yonlarida. Mana ko'ryapman, ko'z tegmasin. Xuddi bir opa-ukadek sizlar, ya'niki siz ham bir onasidek ko'rinmayapsiz nazarimda, bir xuddi opasidek yosh ko'rinyapsiz. Albatta buni siri mana shu baxtli hayot, solih farzandlarni bir ota-onasiga ko'rsatadigan mehri, e'zozdan bo'lsa kerak, shunday emasmi? Xuddi shunday bo'lam. Shunaqa shu yerga kelib, shular tug'ildi, shular bilan ro'zg'orlarni qilib, bolalarni tashvishi bilan yil o'tganini ham bilmay qolganman. Bular o'qishdi, maktablarda o'qishlari ham yaxshi bo'lgan. Mana oliygohlarda
o'qib kelishdi. Oliygohlarni ham Xudoga shukr yaxshi bu holatda, yaxshi imtiyozli ravishda bitkazib kelib, mana shu Xatirchida madaniyat xodimi bo'lib ishlashdi. Keyinchalik Navoiyda ishlayapti. Shuncha yildan beri shularni obro'si, shularni ishlaganlarini ko'rib, baxtini ko'rib, hayotini ko'rib xursand bo'lib yuramiz deydi shunaqa qilib. Aya, siz shu Toshkentdan Xatirchiga kelin bo'lib tushgan ekansiz-a? Ha, endi u paytlar kelganimizda juda hayot boshqacha edi. Cho'l biyobon kelsak, umuman uylarning ustida bir maktab direktorisida uyda shifr bor ekan. Hayron bo'lganman, shunaqa hayot ham bor ekan shu yillarda. Mana yillar o'tib hayot shunday o'zgardiki, uncha-muncha emas. Hamma joy obodonlashtirilgan, hayot nihoyatda o'zgarish katta. Hozir kelgan odam shaharga kelib qoldim deydi-da, o'zgarishini mana kelganda ko'rgandirsizlar. Mana Alisher aka haqida bugun ko'rsatuv tayyorlayapmiz-da. Endi sizni ko'rdim, albatta siz haqingizda ham tayyorlasam bo'lar ekan degan bir ana bo'ldi, lekin mana shu ko'rsatuv farzandingiz haqida bu siz haqingizda ham deganida. O kishi qanday bir farzand bo'lganlar, yoshligi qanday o'tgan, endi nima deydi, bir xil bolalar sho'x bo'lishadi. Yuqorida aytdiki, men yo'q, mo'min qobilgina bola edim dedi. Haqiqatan ham shundaymidi? Bolalarimda qiynalmaganman. Rostda endi lop qop emas-ku. Bular shunday to'polon qilishsa ham, o'yini sal to'zni tishsa ham o'zligi men kelgunimcha ishdan joy-joyiga qo'yib, artib, tozalab, aqalli nonimiz sal eskiroq bo'lib qolsa, xamirligicha qilib qo'yishgan. Hammasini bular 3 ta aka-uka, o'g'il katta bo'lgan-ku. Shu o'g'illigini bildirmay xuddi qizlarda yaxshi hayot bo'lganda endi mo'min qobil bo'lishga unda ko'chada yurib, bular uchun qiynalib ketida yurmaganman. Endi u kishi san'atga oshnolarda, oilada kim endi san'atga bir mehr qo'ygan bo'lgan, kimdan o'tgan yoki sizdanmi? Dadasidan o'tgan, dadasidan. Ular shu kepizaki riboblari bor ekan. Lekin Alisher aka u kishini arxitektorlik bo'yicha ta'lim olgan dedilar-da. Endi o'shanda shu o'shoqda o'qib yurganda shunga qiziqqanmi, shundan o'rganganmi, kelganda ribobi bor edi-da, bu ham 2 yoshli bo'lgandan qo'liga ribob berib chaldirib o'rgatganida dadasida. U shu kechasi yo'q bo'lib chalgan o'zi chiqargoyi qilib dadasidan o'tgan. Demak, dadalaridagi bir ishtiyoq Alisher akada bo'lgan va bugun u kishini mana bir kamolida siz san'atni ko'ryapsiz. Shunday kunlarga yetishganga xursand bo'lib yashab yuribmiz deb bo'ladi. Yoshga kira turib juda baxtliman, mamnunman hayotdan. Negaki boshimda, yonimda onam bor. Hozir shu onamni eslay turib bir bo'lib o'tgan voqea esimga keldi-da. Hozir onamning gaplarini eshitib xursand bo'lib, sog' salomat ko'rganimda xursand bo'lib esimga tushib qoldi. Bir kun shu davr taqozosi bilan Toshkentga borib, Toshkentda bir 2 kun yo'lda uxlamadim. Shu yo'lda kelyapman, ruldaman, shularga Jizzax cho'llaridan o'tyapmiz, o'sha perivallardan o'tyapmiz. Kechasi 3:30lar bor. Shunchalar uyqum keldiki, ruldaman, lekin uyqum kelganligini sezyapman, lekin to'xtamayapman-da, haydayapman. Judalar uyqum kelib shu uxlab qolyapman-da rulda. Endi shu paytda bilasizmi, shunday 3:30da telefon bo'ldi menga. Shunday telefonni olsam, onam. Shunday olsam, onam, bolam, yaxshimisan? Qaydasan? Ha, Jizzaxdaman. Ko'nglim hijilda, uyqung kelyapti, san deb aytayapti-da onam. Onaginam
poyingga men tiz cho'kay. Meni boqqan qo'llaringdan kel bir o'pay. O'shanda hayron qolganmanki, ona mehrini. Shunda angladimki, ona mehri, ona sezgisini sezganmanki, qarang, men shunchalik qiyin ahvolda turganligimda bitta telefon bilan shunday bir shirin so'z aytdilarki, bilasizmi, Navoiyga kelguncha men uxlamasdan omon eson kelib oldim uyimga. Hech qanaqa hech narsa meni bezovta qilmasdan yo'llarim ravon bo'lib, ochiq bo'lib keldim. Hech qanaqa bir to'siq bo'lgani yo'q. Qarang, onaning duosi uchirib olib keldi men Navoiyga. Shuning uchun men baxtliman, onam bor, oilam baxtli, ishim bor, jamoamiz juda yaxshi jamoa, jipiz, bir-biriga mehribon. Oilam tinch, nevaralarim bor, nevaralarim sog' bo'lishini istayman. Hamisha shularni yaxshi kunlarini ko'rib yurish, ijodda, san'atda iz qoldirish niyatlarim ko'p. Shular niyatlarim, orzularim hamisha amalga oshishini istab qolaman. Albatta, kimningdir baxtiyorman degan so'zlarni eshitish juda ham maroqli. Chunki bu boshqalarga quvonch va baxt ulashadi. Biz o'tgan fursatlarda mana shu hislarga oshno bo'ldik va buni sizlarga ham ulashishga harakat qildik. Azizlar, e'tiboringizda ortda qolgan odamlar ko'rsatuvi bo'ldi. Uchrashguncha xayr, omon bo'ling.